Assalomu alaykum barchaga. Xudo xohlasa mana podkastimizni ikkinchi sonini ham boshlab oldik. Bu suhbatimizda demak biz boredom ya'ni zerikishi davomi dopamine addiction haqida gaplashib o'tamiz. Dopamine addiction ya'ni telefonga qaramlilik mavzusi haqida. Xo'p, eng xavfli, ko'pchilik sezmaydigan o'sha mavzulardan bittasi bu, ya'ni telefonga qaramlilik. To'g'risi ko'pchilik deylik 24 soat vaqt bo'lsa bir kunda eng kamida 6 soat vaqtini telefon bilan o'tkazadi. Endi ko'pchilik desa ham bo'ladi, 60%, 70% odam desa ham o'sha ko'pchilik sarasiga kiradi. Xo'p, eng qizig'i siz telefonni ishlatyapsiz yoki u sizni ishlatyapti. Shunaqa savol tug'iladi ba'zida. Ya'ni kim kimga qaram o'zi aslida, kim kimni boshqaryapti? Bugun aynan shu savollarga javob topamiz va qanday qilib o'zimizni kontrol qilish, qanday qilib yechim topishni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda dopamine addictionni, ya'ni dopamine addiction o'zi qisqacha ma'lumot berib o'tay. Dopamine addiction nima? Dopamin degani bu baxt gormoni. Ya'ni miyamizda qanaqadir xursandchilik bo'lganda ishlab chiqariladigan gormonlar hisoblanadi va addiction degani berilib ketish, bitta narsaga mukkasidan ketish. Dopamine addiction degani dopaminga berilib ketish, ya'ni gormonni ko'p ishlab chiqarilishiga berilib ketib qolish. Xo'p, demak, birinchi effects, ya'ni ta'sirlari haqida gaplashib o'tamiz dopamine addictionni. Birinchi ta'siri demak miyani charchatishi. Telefon ko'p ishlatamiz. Ayniqsa bunday Instagram, TikTokda o'tirganda scroll qilamiz. Ya'ni scroll in Uzbek, how do you translate? Ya'ni pastdagi videoga tushib o'sha o'tkazib ko'rish bitta videoni. Xo'p, o'shanda muammo boshlanadi. Ya'ni oddiy ishlar, misol uchun o'qish, kitob o'qish, dars qilish, zerikarli bo'lishni boshlaydi. Ikkinchidan, ya'ni ikkinchi effekt ta'siri diqqatni yo'qolishi. Bir vaqtda o'zida 10 ta narsani tiqib olamizda miyamizga. Deylik, video ko'rish, kimdir Telegramda yozyapti, unga javob qaytarish, chat, right? Chatting. And notificationlarga fokus qaratish. Ya'ni telefonda gaplashyapsiz kim bilandir, tepadan notification tushadi. Deylik, qanaqadir reklama, qanaqadir mahsulot reklamasi, deylik, uzum ilovasida bo'lishi mumkin. Googledan, qanaqadir ilovadan, veb-saytlardan notificationlar kelishi boshlaydi. O'sha 10 ta narsa qaysi biriga ulgurishni bilmaydi miya. Natijada o'sha charchoqqa olib keladi. Va hammasi chala bo'lib qolib, boshqa narsaga umuman fokus boshqa narsaga ketib qoladi. Yoki bo'lmasam charchab, yo uyqu keladi, yoki qanaqadir relax qiladigan narsani xohlab qoladi miya. Xo'p, uchinchidan uyqu buziladi. Eng katta ta'siri o'zimda ham bir paytlar bo'lgan. Deylik, telefonni endi ko'p addicted bo'lmaganman, ko'p berilib ketilmagan, lekin telefon ishlatgan paytlarim, yangi ishlatishni boshlagan paytlarim, deylik, u paytlarda o'zi aslida ana knopkali kichkina telefonlar bo'lardi. Yangi chiqayotgan paytlarim, moda bo'layotgan, zamonaviylashayotgan paytlar bo'lgan. Olib ishlatishni boshlaganman, o'sha o'zimda ham sezilishi boshlagan. Ya'ni endi yangi chiqayotgan paytda hamma qiziqib ko'rishni boshlaydi. Natijada nima bo'lgan? O'sha ishlatishni boshlaganimda yangi narsalarga e'tibor qaratishni boshlaydi odam. Ya'ni yangi narsalarni tekshirib ko'rishni boshlaydi. Deylik, o'yin tortgisi kelib ko'radi yoki bo'lmasam qanaqadir funksiyasini tekshirib ko'rgisi keladi yoki bo'lmasam kamerasini tekshirish uchun rasmga olib ko'rgisi keladi, nimadir qilgisi kelib ko'radi. Natijada nima bo'ladi? Yangi narsalarni kashf qilish, chek qilish xohlab turib, polni fokusimiz telefonga ketib qoladi. Va eng katta ta'siri uyquni buzadi. Nima uchun? Chunki o'sha fokus telefonda uyqu degan narsa sekin miyadan chiqib ketishni boshlaydi. Oldin deylik 8 soat uxlayotgan bo'lsangiz, hozir 7 soatga tushadi, keyin 6 soatga, keyin sekin kamayib 4-3 soatgacha tushib qolgan paytlari bo'lishi mumkin ba'zi insonlarda. Keyin nima bo'ladi? Uyqu kamligidan o'sha sekin astalik bilan miya charchashni boshlaydi va
asosiy maqsadlardan o'sha miya burilishni boshlaydi. Ya'ni oldimizga qo'ygan goal maqsadlarimiz yo'qolib turib, polniy o'sha e'tiborimiz, bor diqqat e'tiborimiz telefonga ketadi. Oldin deylik knopkali telefon haqida gaplashdik, ha? Oldin unchalik ta'sir bo'lmagan bo'lsa, hozirgi kunda sensorli telefonlar, smartfonlar chiqib ketgan. Eng katta ta'sir o'tkazadigan xuddi shu smartfonlar bo'ladi. Ya'ni knopkali telefonning to'g'ri funksiyasi kam bo'lardi. Ko'p narsalar ishlamasdi. Internet ham hattoki ba'zi paytlarda access qilib bo'lmasdi, ya'ni kirib bo'lmasdi internetga. Chunki hududimiz bo'yicha misol uchun oladigan bo'lsak, Namanganda deb o'ylayman, yo 3 ta yo 4 ta bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchi chiqqan paytlar, ya'ni aloqa tortib beradigan antennalar. Hozirgi kunda deyarli aloqa tortib beradigan antennalar deyarli barcha hududda bor. O'zimizning kichkina misol uchun Nanay qishlog'imizda ham bor. Bu degani internetga muammo yo'q, kirishga muammo yo'q va smartfon hammani qo'lida bor. Kiradi, Instagram, TikTok yoki bo'lmasa boshqa social media ijtimoiy tarmoqlarni veb-saytiga ilovasiga kirib turib, o'sha addiction boshlanadi, dopamin addiction boshlanadi. Xo'p, bu uyqu buzilishiga olib keladi dedik. Endi ertalab ozgina charchoq haqida ham gaplashib o'taylik. Uyqu buziladi. Deylik soat 12 da uxladingiz yoki 1 da uxladingiz yoki 2 da uxladingiz. O'sha qancha kech uxlasangiz, erta turish shunchalik qiyinlashib boraveradi. Xo'p, ba'zi insonlarda endi bo'lishi mumkin, 12 da uxlab turib, misol uchun 4 da yoki bo'lmasam 2 da uxlab turib, 4 da 5 da turib olgan odamlar ham bo'lishi mumkin, turadigan. Lekin o'shalar aytadi, ba'zilar aytadi, lekin charchoq his qilmayman. To'g'ri, bu faqatgina qisqa muddatga bo'ladi xolos. Deylik, o'zimda ham bo'lgan, 3 ta uxlagan paytlarim bo'lgan va ertalab 5 da turib ketgan paytlarim bo'lgan. Endi 3 ta emas, 2, 1 da uxlagan paytlarimiz bo'lgan. Telefonga addicted bo'lib turib. Ertasi kuni to'g'ri ertalab turganingizda, o'sha 5 da turilganda deylik, 2 soat yoki oshib borsa 3 soat o'sha miya sveji, yangidek turishi mumkin. Lekin garantiya 100% science ilm fanda ham tasdiqlangan bu. O'sha undan ortig'ini qabul qilmaydi. 2 soat, 3 soat oshib borsa, keyin sekin miya charchashni boshlaydi. Hech narsa qabul qilgisi kelmaydi. Nima uchun? Chunki uyqu istab qoladi. Nima uchun? Chunki uyqu yetmagan tunda yoki bo'lmasam fokus boshqa joyda bo'lib, uyqu sifati buzilgan. Xo'p, endi 4-chi effekt sababi, ya'ni ta'siri real hayotdan uzilib qolish. Believe me or not, ya'ni ishonasizmi yo'qmi, to'g'risi o'zimda bo'lgan narsa. Endi ko'pchilikka misol qilib olsa yoqmasligi mumkin yoki o'ziga olib olishi mumkin. Shuning uchun o'zim misol qilib ko'rsatyapman ko'p nimalarda. O'sha knopkali telefondan sekin smartfonlarga o'tishni boshlaganda men ham smartfon olgim kelib qolgan. O'sha sotib olish xohlaganman. Keyin o'zim pul yig'ib, pul to'plab, yoshligimda deylik 7-sinf yo 8-sinfda adashmasam, smartfon sotib olganman. Birinchi telefonimni eslayman, LG bo'lgan, ya'ni koreyska o'sha sensorli telefon. Adashmasam u paytlar Instagram hali chiqmagan yoki bo'lmasam O'zbekistonda hali ommalashmagan o'sha ijtimoiy tarmoqlardan bittasi edi. Telegram eng ommalashgan ijtimoiy tarmoq edi. O'shanga Telegram tortganman, sразу Telegram tortib ishlatishni boshlaganman. O'sha har xil gruppalar, do'stlar, har xil narsalar chalg'ishni boshlagan. Studydan o'sha fokus boshqa joyga burilishni boshlayapti. Nima bo'lgan natijada kurslarga borib yurardik o'qishda, misol uchun kitob o'qirdik ko'proq. Vaqtimiz effektiv, ya'ni goal, maqsadlarimizga olib boradigan narsaga qaratilgan bo'lgandi. Attention, ya'ni diqqatimiz. Keyin nima bo'lgan? O'sha Telegram ochib moslashishni boshlaganimdan keyin miya dopamin ishlab chiqarishni boshlagan, chunki u xursandchilik gormoni. Yangi narsa qiziqib ko'rgisi keladi hamma. Keyin kuniga deylik ozgina miqdorda dopamin ishlab chiqilayotgan bo'lsa, ertasi kuni ko'payadi, yana ko'payadi. Ya'ni yetmaslikka boshlaydi. Ozgina dopamin yetishmay qoladi. Ya'ni ozgina kirganingizda dopamin ishlab chiqaradi, xursand bo'lasiz, lekin bundoq kitobga qaraganingizda u yetmay qolishi mumkin. Natijada yana ko'proq ishlab chiqishga keladi. Bu degani o'sha
total full ya'ni to'liq attention diqqat e'tibor social mediaga ketdi va real hayotdan uzilishni boshladi odam. 3 soat, 4 soat, уже 5 soatgacha sarflagan, vaqt sarflagan kunlarim bo'lgan social mediada vaqtimni уже ko'p qismini. Keyin kitobdan uzilib qolib, уже real, ya'ni do'stlardan ham uzilib qolgan paytlarim bo'lganda, real hayotdan уже to'liq disconnected bo'lgan paytlarim bo'lgan. Natijada nima bo'lgan? Communication tushib ketgan. Misol uchun oddiy suhbatlarda, do'stlar bilan o'tirganimda, oila a'zolari bilan o'tirganimizda o'sha communication sekin yo'qolishni boshlagan. Qanaqa mavzuda gapirish, qanoq qilib muomala qilish, shu narsalar sekin pasayishni boshlagan. O'zim his qilganman. Xo'p, demak, eng katta ta'siri mana shu deb o'ylayman. Ya'ni communicationni uzib qo'yadi, real hayotni uzib qo'yadi. Natijada nima bo'ladi? O'sha stress, depression, ya'ni barcha negativ thought, fikrlar kelishni boshlaydi. Xo'p, men o'zi qanaqa insonman? Qanoq qilib to'g'ri fikrlarni channel qilish kerak, nimaga yo'naltirish kerak to'g'ri degan narsalar. Xo'p, depression, nimaga o'zi yoqmay qolyapti bu narsalar degan barcha negativ fikrlar kelishni boshlaydi. Xo'p, yana bitta eng muhimi, endi bu 5-ta'siri desak ham bo'ladi yoki bo'lmasam ba'zilarga sezilmasligi ham mumkin. Telefon vaqti to'g'risi sezdirmasdan o'g'irlashni boshlaydi. Ya'ni 5 minut deb boshlagan narsamiz ko'pchilikda bo'ladi. 2 minut o'ynayman deydi-da. Shun bilan shundoq o'tiradi-da. 5 soat, 6 soat shundoq ketdi. O'sha attention yo'q. Boshqa narsaga chalg'imaydi fikr. Faqatgina o'sha Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, all other ijtimoiy tarmoq barchasi. Xo'p. Endi keling mana shu dopamine addictionni belgilari, real example'larni mehmonimiz Shavkatjon teacherdan eshitamiz. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Ustozimiz aytib o'tganlaridek, hozirgi kunda eng katta muammolardan bittasi telefonni ko'p ishlatish haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zimizni real hayotdan kelib chiqqan holatda aytamiz. Dunyoning ikkita eng mashhur davlatlar bo'lsa, biri Rossiya, biri Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa. Amerika Qo'shma Shtatlaridan, ya'ni amerikalik olim va yozuvchi Cal Newport haqida gaplashamiz. Cal Newport garchi dunyoning eng zo'r universitetlarida tahsil olgan bo'lsa-da, hozirgi kunda demak o'zini TED Talks va boshqa Georgetown universitetida hozirda dars berib kelmoqda. Va universitetlarda bitta g'oyani ilgari suradi. Bu nima desa, iloji boricha hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardan demak kamroq foydalanish haqida fikrga urg'u qaratadi. Bundan nima tushunamiz? To'g'ri, telefonlar bizga uzoqimiz yaqin qiladi yoki foydali narsalarni ko'ra olamiz yoki o'zimiz yoqtirgan insonlar yoki qanaqadir suhbatlarni ko'ra olishimizga yordam beradi. Ammo o'zbek tilida bitta maqol bor. Ko'p narsani ozi shirin, oz narsani o'zi shirin degan maqolga demak amal qilish haqida demak ilgari suradi. Bu nima desa, demak ijtimoiy tarmoqlardan ko'p foydalanganimizda ko'p narsalarimiz tushib ketadi. Demak, logical thinking deb qamizmi, ya'ni mantiqiy fikrlash yoki boshqa narsalar deymizmi, hammasi tushadi. Xo'p, agar biz diqqatimiz bor bo'lsa, ko'p narsalarga ulgura olamiz. Uni o'zini demak Cal Newportni ikkita mashhur kitoblari bor. Birinchisi Digital Minimalism and Deep Work. O'zbek tiliga Deep Work demak kitobi diqqat deb tarjima qilingan va ko'plab insonlar tomonidan dunyo miqyosida o'qib kelinmoqda va foydasi ham bo'lmoqda. Xo'p, bunda nimani ilgari suradi? Ya'ni Digital uzrganingiz bo'ldim. Digital minimalism ozgina tushuntirib o'tasiz? Okay. Digital degani ya'ni hozirgi kunda axborot vositalari sifatidagi ishlatiladigan so'z bo'ladi. Ya'ni minimalizm deganda biz shuni narsani bilamizki, minimalizm demak bu kamaytirish. Maksimalizm ya'ni ko'paytirish. Ya'ni ikkalasi digital minimalizm bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsak, raqamli qaramlikka pasaytirish. Ya'ni ikkala kitob ham bir xil g'oyani ilgari suradi.
Va bunda nimani aytib o'tadiki, ya'ni diqqatimiz qancha ko'p bo'lsa, muvaffaqiyat kaliti deydi. Nega desam, misol uchun, tasavvur qiling, siz bitta o'rmondasiz yoki bitta oroldasiz. Hop, gugurtingiz yo'q, faqat o'zingizsiz. Endi olov yoqishingiz kerak. Tasavvur qiling, siz olovni demak kinolarda ko'rganmiz. Toshni demak bir-biriga ishqash orqali demak kuzatamiz. Ya'ni olovni hosil qilamiz. Ammo siz tasavvur qiling, olovni 6 daqiqada yoqa olasiz. Agar siz davomiy, ya'ni diqqat bilan qiladigan bo'lsangiz. Endi siz tasavvur qiling, 5,5 minut qildingizda, yarim minutda siz dam olay dedingiz. Va dam olay dedingiz va 6 daqiqalik narsa yana surilib ketdi. Hmm. Va bu natijasida olov demak yoqish jarayoni uzoqlashadi, ya'ni uzayib ketadi. Biz buni o'quvchilarimizda ko'rsak bo'ladi. Shunaqangi telefonga berilib ketishadi. Garchi bilimlari yaxshi bo'lsa-da. Mhm. Shu imtihonga yaqin holatda ko'p telefon o'ynab olishadi va demak shuncha qilgan demak mehnatlari olov yoqishga o'xshab Yo'q, amalga oshib qoladi. Aksincha bo'lishi mumkin. Misol uchun, 3 oylik deylik, bitta bosqich 3 oylik sistemada bo'lsa, 2 oy o'sha dopamin injection berilishadi. Oxirida deylik 2 hafta, 3 hafta qolganda o'sha o'qishni boshlashadi. Albatta. Bu narsa o'z-o'zidan 100% garantiya natijaga olib bormaydi-da. Shunday. Yiqilish bilan tugaydi. Shunday. O'zimni demak hayotimni misol aytadigan bo'lsam, bundan demak 7-8 yillar ilgari kursda o'qib berardik va kursda 3 oylik imtihon bo'lardi. Hmm. 3 oylik imtihonda demak 3 oy qattiq o'qigandim, mehnatim bor edi. Men imtihonda o'taman deb o'zimga demak ishonchim bor edi. Afsuski, shu imtihondan 1 hafta yo 2 hafta ilgari u paytda demak Telegram, Instagram deymizmi, boshqa narsalar menimcha kuchli emas edi, qiziqish, lekin Telegramga qiziqardim. Hmm. Ya'ni ko'proq ingliz tiliga oid videolar, boshqa narsalar shug'ullanardik ko'rib. Bir o'rtog'im o'sha tekin megabayt olishni o'rganib qo'ygan. U payti megabayt olish ham demak muammo edi. Pul degan. Hmm. Tekin narsani demak ko'p ishlatishimiz borasida haligi tufayli imtihondan yiqilganman. Hmm. Bu haligi o'zimni realniy hayotdagi ko'rgan tajriba. Demak, dopamin addiction'ni haligi kuchaytirish uchun o'sha kompaniyalar qanaqadir metodikalarni o'ylab topganda, Albatta. o'ziga attract qilish uchun iste'molchini Shunday. aytasizki tekin megabayt. To'g'ri eslayman-da, haligi aksiyalar bo'lardi qanaqadir sotib olish uchun, Albatta. megabaytlarni arzonroq narxlarda sotib olish uchun. Hozir ingliz tilida bitta maqol bor ekan yoki bitta gap bor. If you are not paying for the product, then you are the product. Ya'ni siz mahsulotga pul to'lamayotgan bo'lsangiz, demak siz mahsulotsiz. Hmm. Demak bunday ko'p turishimiz mumkin. Mhm. Mahsulot demak ijtimoiy tarmoqlar haqiqatdan hozirgi kunda megabaytlar tekin bo'lib qoldi. Deyarli o'sha oylik to'lov qilasiz, hamma narsasi bor. Hmm. Ya'ni nima deydi, there's limits. Ya'ni Yeah. chegarasi yo'q. Chegarasi yo'q. Mhm. Shu sababli nima deydi, biz mahsulot bo'lib qolyapmiz. Mhm. Va buni demak ongli ravishda ko'pimiz bilamiz, lekin amal qila olmaymiz. Ya'ni telefondan kamroq foydalanish haqida. Yoki keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, rossiyalik tadbirkor deymizmi, milliarder deymizmi, biz o'zimiz ishlatadigan shu Telegram asoschisi o'zini intervyularidan birida telefondan ishlatishni aytgan, lekin xuddi biz oddiy insonlar kabi ishlatishni aytmagan. Ya'ni qanday? Qanday tushunamiz? Ya'ni Telegramda faqatgina o'zini demak o'sha demak dasturini kuchaytirish yoki rivojlantirish yoki yaxshilash uchun demak g'oyalarni sinab ko'rish uchun ishlatilgan xolos. Manimcha deb o'ylayman, o'sha Telegram yangi chiqarayotgan paytlarda Pavldor o'zi aslida negativ tarafni o'ylamaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni chiqarayotgan inson, misol uchun Instagramni founder bo'ladimi, Facebook founder bo'ladimi, asosiy maqsadi o'zi aslida, misol uchun Facebook boshlig'i aytgan, our goal is to bring all people around the world together degan. Ya'ni birga yaqinlashtirish, connection, communication'ni yaqinlashtirish degan. Lekin deb o'ylayman, o'sha chiqdi, yaxshi maqsadda chiqdi. Orqasida kimdirlar kutib turgan bo'ladi. Negativga aylantirish uchun. Albatta. Hop. Mhm. U demak Pavldor Telegram asoschisi bilan birgalikda, hop. Demak hozirgi kunda Facebook ishlatamiz. O'sha Rossiyani Facebook'ini ham yaratgan insonlardan bittasi. Bu ikkita insonni nimaga eslatib o'tdik? Bular dunyoga mashhur bo'lgan insonlar.
ya'ni hammani biladigan va muvaffaqiyatli inson. Bularning siridan bittasi, sirlardan bittasi, demak o'sha ijtimoiy tarmoqlardan iloji boricha kamroq foydalanish. Shaxsan men o'zim shkolniy yupuribdi, demak TED Talks demak nima deydi, dasturida o'zini nutqidan keyin haqiqatda o'zimga savol berganman. Demak, shu ko'pchilik foydalanadigan Instagram ilovasini qarasam, vaqtim ko'p ketyapti. 5 minutga kiraman deb kiraman. Ko'zi ochib yumguncha 1 soat vaqt ketib qoladi yoki undan ko'p. Shuning natijasida demak, Instagram ilovasini o'chirib tashlaganman. Hozirda menda yo'q, shaxsan faqat ish uchun ochishim mumkin. Juda ajoyib. Juda ajoyib. Steve Jobs ham Steve Jobs endi bilmaganlar uchun qisqacha ma'lumot. Apple kompaniyasining asoschisi, iPhone, o'sha kompyuterlari bor o'zini, boshqa qurilmalari ham bor. O'sha aytgan, men telefonni yaratdim, o'sha iPhone'ni yaratdim, lekin hech qachon degan farzandlarimga berib qo'ymayman degan. Chunki ularni addict bo'lib qolishini xohlamayman degan. Adashmasam o'sha voyaga yetguncha farzandlari umuman telefon ishlatmagan. O'sha addictiondan saqlagan ularni. Va ularni o'zi aytdim-ku, boya aytib o'tgandek, haligi o'zi asli chiqarayotganda pozitiv narsalarni o'ylab chiqaradi ular. Insonlarni negativ tarafga, minus tarafga olib ketish uchun emas, qanaqadir yaqinlar bilan muloqotni yengillashtirish uchun, osonlashtirish uchun yoki bo'lmasam qilayotgan ishlarimizni ozgina tezlashtirish uchun qilinadigan narsalar. Lekin orqada o'sha kutib turgan insonlar bo'ladi. Birpasda minus taraflarini qaraydi yoki bo'lmasam qanaqadir minus taraflarga olib boradi o'zi o'sha insonlar deb o'ylayman. Yana bir narsani qo'shimcha qilishim kerak deb o'ylayman. Bu telefon yoki ijtimoiy tarmoqlar xuddi pichoq kabi. Birinchisi yaxshi tarafga foydalansangiz bo'ladi, ikkinchisi yomon tarafga. Qanday bilamiz? Tasavvur qiling, bir inson o'zini osyapti. Siz qo'lingiz yordamida uni o'zi olmaysiz. Sizga pichoq kerak bo'ladi va pichoq orqali u inson hayotini saqlab qolasiz. Aksincha, siz bir insonni yomon ko'rasiz, uni kinolardek o'ldirish xohlaysiz. Yana pichoq kerak bo'ladi. Romantik demak salbiy tarafidan foydalanamiz. Va demak hozirgi kunda Avstraliya demak davlatida ham yoshlarni 16 yoshgacha bo'lgan yoshlarni demak ijtimoiy tarmoqlardan taqiqlash qonuni demak kuchga kirilyapti. Kuchga kirmagan hali. Yo'lga qo'yishyapti menimcha. Men ham eshitganim o'sha Xitoyda, o'zi aslida TikTok Xitoyga adashmasam. Xitoyda ishlab chiqarilgan ijtimoiy tarmoqlardan bittasi. TikTokda o'sha sistema yaratishdi yaqinda xitoylik olimlar. Yoshi o'sha chegarasi yoshga qarab turib, age group deymiz-ku, yosh guruhlariga qarab turib, kontentlarni o'zi moslab berar ekan TikTok. Misol uchun 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlarga qanaqadir educational content yoki bo'lmasam katta yoshdagilarga qanaqadir interesting, zeriktirmaydigan kontentlarni chiqarib berar ekan. Keyin o'sha voyaga yetmagan 12 yoshdan pastiga ham yosh bolalarga mos qanaqadir kontent, videolarni chiqarib berar ekan. Yana bitta sistemani tuzib chiqishayotganda adashmasam o'sha boshlandi ham ishlatish. Vaqt qo'yib qo'yilar ekan. O'zi vaqt qo'yar ekan yosh chegarasiga qarab turib, misol uchun 12 yoshgacha bo'lganlarga TikTok 1 soat vaqt qo'yar ekan, o'sha 1 soatdan keyin bloklanar ekan u narsa. Juda ham xursand bo'ldim mana shu narsa chiqqanda, chunki o'sha 1 soatni dopamin yetarlicha ishlab chiqarildi, miyada bo'ldi. Endi fokusni boshqa narsaga qaratsa bo'laveradi degan. Yoki bo'lmasam yana voyaga yetgan yoshlar uchun misol uchun 1,5 soat o'sha yetarlicha dopamin ishlab chiqariladi deb o'ylayman. Albatta. Juda zo'r sistema ekan. Xo'p, endi eng asosiy joyga to'xtalamiz. Ya'ni dopamin addictionni yechimlari qanaqa qilib chiqib ketish kerak o'zi aslida telefonga qaramlilikdan. Birinchi notificationlarni o'chirib qo'yish kerak. Вообще-то ozgina informal language ketib qoladi. Shundoq o'chiring notification. Notification degani o'zbekchasiga nima bo'ladi? Eslatma. Eslatmalarni ana tepadan bundoq chiqib turadi telefonda, kompyuterlarda. Settings nastroykaga kirasiz, notification qismiga o'tasiz, off o'chirish tugmasini shunda bosib qo'ysangiz bo'ldi. Qaytib bezovta qilmaydi. Nima uchun? Chunki eng yomoni mana shu narsa. Ya'ni ba'zi insonlarda bo'ladi,
hozir ko'p narsa texnologiyaga bog'lanib qolgan. Kitoblarni ham, misol uchun, ko'p kitoblarni men shaxsan o'zim kompyuterda o'qiyman. O'qiyotgan paytimda o'sha tepadan notification tushadi. Eslatma, nimadir Telegramdanmi, Instagramdanmi. Qanaqadir reklamalar chiqishi mumkin. Keyin nima bo'ladi natijada? O'sha fikr chalg'ib ketdi, o'sha narsaga kirib ketib qoladi inson. Demak, birinchisi notificationlarni o'chirish. Ikkinchisi, telefonni boshqa xonada qoldiring. Bu nima degani? Bu ko'pincha endi uxlayotgan paytda deb aytiladi, ya'ni uxlayotgan paytdagi yechim. Ko'pchilik o'sha ko'rpaning tagiga kirib olib, telefon o'ynab, Instagram tutib yoki YouTube tutib yoki bo'lmasam eng mashhur o'yinlardan hali PUBG, Counter Strike'larni o'ynab yotadi. Bu o'sha sekin PUBG, Counter o'ynayotganda yutqazishni boshlaganda vaqtda yutaman deb yana cho'zishni boshlayveradi. Yana bitta o'ynab qo'y, yutaman. Yana bitta o'ynab, o'sha soat sekin oshib 3 ga borib qolganini bilmay qoladi. Yoki bo'lmasam YouTube, mani zo'r video ekan, ketdi, keyingisiga o'tadi. Demak, shunday qilib o'sha soat sekin surilib boraveradi. Demak, o'zimizga shunaqangi hudud yaratishimiz kerak, ya'ni purpose based area bo'lish kerak. Maqsad bitta narsa yo'naltirilgan hudud. Misol uchun bedroomda faqat uxlash xonasi qilishimiz kerak. Kitchen faqat pishirish xonasi, dining room faqat o'sha o'tirib turib qanaqadir relaxation bo'ladigan o'sha xonada telefon o'ynaydigan xona bo'lishi kerak. Demak, bedroomga kirdingiz, telefon dining roomda qolsin. Bo'ldi, o'sha tegmang. O'sha uyqudan turib to ishga ketguncha, o'qishga ketguncha tegmasdan o'sha xonada qolsin. Keyingi yechim, demak, kuniga kamida 1 soat telefonsiz vaqt ajrating. Bu degani to'g'ri ozgina moslashish qiyin bo'ladi boshda. Birinchi kuni, misol uchun 1 soat ishlatgan bo'lsangiz, ertasi kuni o'zingizga maqsad qilib qo'yingda 50 minut ishlataman. Birdaniga misol uchun bugun 1 soat ishlatgan bo'lsangiz, ertaga umuman ishlatmayman. Emas. Juda ham qiyin bo'ladi. Dopamin ishlab chiqarilishi kerak. Miyada ishlab chiqarilmasa, o'sha boya aytganimizdek negative feeling kelish boshlaydi. Depression, stress, qanaqadir minusga olib keladigan hissiyotlar uyg'onish boshlaydi. Shuning uchun maqsad qilib qo'ying. Bugun 1 soat ishlatdingizmi, ertaga 50 minut. Indinga 30 minutga tushiring. Keyingi kuni yana sekin-sekin pasaytirib turib, o'sha oxirgi bir oy yoki bo'lmasam undan ham kamroq vaqt olishi mumkin. 2 hafta, 3 haftada o'sha yo'qolib ketadi addiction. Keyin natijada nima bo'ladi? To'liq o'sha fokusingizni foydali narsalarga qarata olasiz. Keyingisi, demak, zerikishga ruxsat bering. Ko'pincha telefonni endi yo'qotganimizdan keyin, addiction tugagandan keyin kitob o'qishni boshlaymiz, qanaqadir foydali ish qilishni boshlaymiz. Natijada bir xil ishni qilayotganimizda zerikish uyg'onishi mumkin. O'tgan mavzuyimizda gaplashib o'tdik, videomizda zerikish haqida. O'sha zerikish bor narsa 100% odamda bo'ladi, buni inkor qilib bo'lmaydi. Faqatgina bundan to'g'ri foydalanish kerak va uni yaxshi narsaga yo'naltirishni bilishimiz kerak. Deylik, bugun zerikdingiz, telefon yo'q, hech narsa yo'q. O'zingiz majbursiz o'qishga, o'zingizni majburlaysiz. Zerikish uyg'ondi. Ozgina qanaqadir dopamin ishlab chiqaradigan aktivity bilan shug'ullaning. O'zingizning hobbilaringiz bor. Shaxmat o'ynaysizmi, tennis o'ynaysizmi, qanaqadir faoliyat bilan shug'ullaning. Ya'ni dopamin ishlab chiqaradigan. Xo'p, shunday qilib sekin-sekin zerikishga moslashib borasiz. Yoki bo'lmasam, o'qishni o'zida ham zerikishni moslashtirish mumkin. Misol uchun, bugun 5 soat kitob o'qidingiz, juda qattiq zerikib ketdingiz. 1 soat zerikib o'tirdingiz. Endi o'tgan safar aytganimizdek, maqsadlaringizni ozgina 1 soat kitob o'qigandan keyin bir yodga savoling. Ya'ni o'zim nimaga o'qiyapman? Maqsadlarim nima? Orzularim nima? Orzular zo'rmi? O'qishga kirish, chet elda yurish, sayohat, boshqa narsalar hammasini eslating. Xuddi shu narsalar o'z-o'zidan sekin yo'qolib zerikish bo'ladi, lekin mana shu narsalar maqsadlaringiz o'zingizning fikringizga kelganda, xayolingizga kelganda zerikishni yo'qotadigan eng katta omillar bo'ladi, eng katta sababchi bo'ladi. Demak, Shavkatjon tugatib bersalar kerak podkastimizni. Xo'p, oxirgisini yana bitta tadqiqot bilan yakunlamoqchimiz. Xo'p, bundan 20 yillar muqaddam, demak, internet sekin yoki 30 yillar muqaddam internet sekin kirib kelish boshlagan. O'sha paytlarda demak, internetda ishlaydigan insonlar bilan internetsiz ishlaydigan insonlarni demak test qilingan. Test natijasida
hayratlanarli demak natijaga olib kelgan. Buni men ko'rsatganki, demak internetdan foydalangan, o'sha payt adashmasam 8 soat ishlashgan, hozir ham 8 soat dunyo miqyosida ish o'rtacha davomiylik. Lekin telefondan foydalangan insonlar telefondan foydalanmagan insonlarga qaraganda ko'proq miyasida demak xotira pasayishi, diqqat kamayishi yoki nima deymiz, mantiqiy fikrlash tushib ketib qo'yadi. Ma'no ham yo'qolib boraveradi. Ma'no ham yo'qoladi biroz. Va bulardan tashqari demak mantiqiy fikrlash deymizmi, hammasidan tashqari internet xuddi bizga demak giyohvand moddani qabul qilganimiz singari ta'sir qiladi. Ya'ni tanamizga. Ya'ni ba'zi olimlar aytishicha, o'sha 21-asrni yangi sigaretasi deb qo'yar ekan. Telefonga qaramlik. Adashmasam o'sha Cole Newport aytgan sababi. Bu shunga aniq eslolmayapman hozir. O'sha qaysidir olim aytgandi. Albatta, chunki o'sha narkomanlik, hammamiz narkoman bo'lganmiz, qo'pol tilib aytsak. Sababi narkoman degan insonni kelganda ko'zimizga nima deydi, hayolimizga keladiki, shunday inson o'zini boshqara olmaydi. Haqiqatan ham o'zimizga qaraylikchi, telefondan foydalanamiz, kiramiz. Nima kirganimiz ba'zida esdan chiqib qoladi. Keyin yana ozgina 8 soat degan nimaga to'xtalib o'tsak, aytayapsiz-ku, oldin ham 8 soat edi, hozir ham 8 soat, farqi yo'q. Lekin qanaqadir haligi vaqtni dopamin addiction bo'lgani uchun sifati yo'qolgan deymizmi yoki bo'lmasam oldin misol uchun barakali bo'lgan bo'lsa 8 soat ishlash zo'r, hamma narsaga ulgurilgan bo'lsa, hozir hech narsaga ulgurib bo'lmayapti. Nima uchun? Chunki o'sha zerikish boshlanadi. Keyin telefonga o'tib ketiladi. 8 soat qana o'tganini bilmay qolamiz. Keyin manada productivity, ya'ni qilishimiz kerak bo'lgan narsalar o'sha qolib ketadi. Demak, xulosa qilib aytamiz. Sizlarga yangi o'sha challenge offer qilmoqchimiz, ya'ni taklif, challenge o'zinglarni boshqarish uchun qilinadigan bitta nima deymiz, raqobat beradigan topshiriq. Telefonni 24 soat davomida ijtimoiy tarmoqlardan uzib qo'ying. Bir kun o'zingizga shunday maqsad qo'yingda, uzingda faqatgina productive, ya'ni foydali narsalar bilan shug'ullanishga harakat qilib ko'ring. Deylik, uydagi ishlar bormi, darslaringiz bormi, qanaqadir activity, boshqa faoliyat bilan shug'ullanib ko'ring. Xo'p, boshida qiyin bo'ladi, hamma uchun qiyin bo'ladi bu. O'zim ham to'g'risi o'qishni o'sha yangi boshlagan paytlarimda aytdim-ku, telefonga berilib ketgan paytlarimda qiyin bo'lgan, juda ham o'qishga moslashish. Lekin challenge bo'ladi, moslashishga harakat qilasiz, sekin-sekin o'sha miyani moslashtirasiz. Eng muhimi o'sha paytda kim kimni boshqarayotganini ko'rib olasiz. Ya'ni telefon sizni boshqaryaptimi, siz telefonni boshqaryapsizmi? 1 soat o'tirdingizda bunday chekkaga otib qo'ysangiz, o'sha sekin ogiz kelib qoladi-ku. Bu degani u sizni boshqaryapti-da. U sizga buyruq beryapti. Kel, mendan foydalan. Davay deyapti. Demak, bu podkastimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Menimcha hamma qismini qopladik, gaplashib o'tdik. Yechimlari, belgilari, ta'sirlari. Xudo xolasa keyingi podkastlarimizda yana bundan ham foydaliroq mavzularni olib chiqamiz. Sizlardan ham o'sha fikrlarni kutib qolamiz. Agar birorta mavzu qiziq bo'lsa yoki bo'lmasam sizlarni qiynayotgan birorta discussion mavzular bo'lsa, bemalol izohlarda yozishni mumkin yoki bo'lmasam o'zimizga murojaat qilsangiz ham o'sha mavzularni olib chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.